Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulih Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefqahu qawli ve ba'd. Xo'p, o'tgan darsimizda siz aziz talabalar bilan namozning vojiblari haqida gaplashgan edik. Bugun kelgan bobimiz, faslimiz namozning sunnatlari haqida bo'ladi. Bundan oldingi darslarimizda farz nima degani, uning ta'rifi, sunnat, vojib nima degani, uning ta'rifi haqida ham to'xtalib o'tganmiz va o'tgan darsda ana shu vojiblar, farzlar, sunnatlar qanday holatda sobit bo'ladi, dalillarning quvvati orqali ular haqida gaplashib o'tdik. Dalilning ikki xil jihati borligi haqida ham gaplashib o'tdik. Bugun inshaalloh namozning ichidagi sunnatlar haqida gaplashib o'tamiz. Bu yerda sunnatni ba'zida tark qilish holati ham bo'lib qoladi. Ulamolar aytadiki, sunnatni tark qilish namozning fasodini keltirib chiqarmaydi. Namoz buzilmaydi undan. Va sajda sahvni ham zimmaga vojib qilmaydi. Ammo sunnatni tark qilish agar qasddan tark qiladigan bo'lsa va beparvolik yo'q, ya'ni mensimaslik yo'q. Tushundingmi? Mensimaslik yo'q, lekin qasddan tark qiladigan bo'lsa isoat bo'ladi deydi. Isoatning darajasi qaysi desa, makruh tahrimidan keyingi darajada turadi. Makruh tanzihidan yuqori, makruh tahrimidan keyingi darajada turadi. Ya'ni gunohkor bo'lib qoladi. Ma'qulmi? Gunohkor bo'lib qoladi. Ammo sunnatni beparvolik bilan tark qiladigan bo'lsa-chi? Beparvolik bilan tark qiladigan bo'lsa, ya'ni mensimasdan, qilmasa ham bo'laveradi, boshqa bo'laveradi degan ma'noda tark qiladigan bo'lsa, Alloh saqlasin, ulamolar nima? Kufrni ifoda qilib qoladi bu narsa. Ya'ni shariatning bir hukmini tepasidan nima qilishlik, mensimaslik holati bo'lib qolyapti degan qovullar aytib qolishadi. Ma'qulmi? Sunnat muakkada bahs ketyapti. Xo'p, musannif alayhi rahma ushbu sunnatlar bobida 51 ta sunnatni zikr qiladi va har bitta sunnatning ichidagi masalalarni ham ochib beradilar. Aytadilarki, Bismillahirrohmanirrohim, va hiya 51. Demak, namozning sunnatlari 51 tadir deydilar. Birinchisi raf'ul yadayni lit-tahrimati hiza'an al-uzunayn lir-rajuli wal-amati. Demak, ikki qo'lni tahrimi uchun, ya'ni namozga kirishish tahrimasi uchun ko'tarishdir. Qaysi holatda ko'taradi, qaysi holatgacha ko'tariladi qo'lda desa, hiza al-uzunayn. Ma'qulmi? Ya'ni ikki quloq barobargacha ko'tariladi. Kim ko'taradi buni? Lir-rajuli wal-amati. Erkak va cho'ri uchun dedilar. Cho'ri ayol, joriya ayollar bor-ku, qul. Ana shular uchun ham dedilar. Ya'ni ba'zi ulamolar nima? Mana shu qovulda aytgan, lekin mu'tamad qovul cho'ri ayol ham ayollar kabi ko'krak barobariga ko'taradi deyiladi. Tushundingmi? Ba'zi ulamolar nima? Quloqni, ya'ni namozga kirishda tahrima maqomida ko'tarish erkak kishiga o'xshaydi cho'riniki. Lekin nima? Ruku sajdada esa ayol kishiga o'xshaydi deydi. Tushundingmi? Lekin mu'tamad qovul ayol cho'rlar ham nima qiladi? Hur ayollar kabi munosabat qilinadi mu'tamad qovulda. Tushundingmi? Xo'p. Demak, quloq barobariga deganda qo'lingizni quloq barobarigacha ko'tarish. Qo'lni barmoqlarni, ibhomni yumshoq, quloqni yumshog'iga tegizishlik mustahab, mandub. Lekin tegizmayotgan bo'lsa nima? Siz noto'g'ri ish qildingiz demaysiz. O'sha barobariga yetkazib qo'ysa kifoya qiladi. Ma'qulmi? Bu erkak kishi uchun. Demak, cho'rini nima qildik? Ayol, hur ayollar nimasiga qo'shdik. Va hiza'an mankibayni lil-hurra. Demak, ayollar uchun esa, hur ayol uchun esa dedilar, yelka barobariga ko'tarish. Bunda qo'lni ko'targanda
ko'krak barobariga ko'taradi, qo'llar barmoqlarning uchi esa yelka barobariga to'g'ri keladi. Ma'qulmi? Ko'krak tomonga ko'taradi, barmoqlarning uchi esa yelka barobarida turadi. Ma'qulmi? Bu ayol kishining mana shunday holatda qilishligi satrga muvofiqroq bo'ladi. Ayolni nima satr qilishga. Chunki ayol namoz masalasida ham, namozdan tashqari masalada ham shariat uni nima ehtiromini satr bilan ko'tarib qo'ydi. Ayolning ehtiromini, hurmatini satr bilan ko'tarib qo'ydi. Ya'ni ayol kishi bir matoh emaski, odamlarning oldiga olib chiqib ko'z-ko'z qiladigan narsa emas. Uni hurmati uni satr qilish bilan bo'ladi. Tushundingmi? Uni berkitish bilan bo'ladi. Hattoki Qur'oni Karimda ham ba'zi bir qissalarda, masalan, Yusuf alayhissalom bilan Zulayho onamiz o'rtasida bo'lgan qissa bor, kelgan, to'g'rimi? Ana shunda ham Zulayho onamizning ismi zikr qilinmagan. Tushundingmi? Nimaga? Chunki Alloh taolo odob bermoqchi deydi ulamolar. Ayolingni ismini, ayol kishining ismini, ayoling senga tegishli bo'lgan insonlarning ismini zaruratsiz nima ko'chaga toshimagin. Aytmagan. Lekin Maryam surasida Xudo taolo nima? Ayol kishining ismini zikr qiladi. Bunda nima ishora bor desa, ulamolar aytadiki, Ashraf al-Tahonaviy rahmatullohi alayhi kitobida keladi. U yerda Alloh taoloni ba'zilar toifalar Maryam Alloh taoloni nimasi ayoli degan e'tiqod qiladigan raddiya bor deydi. Xudo taolo boshqa tarafda nima odob beryapti insonga. Oy ayolingning nomini nima qilmagin, ko'chaga toshimagin degan odobni berib turgan payti bu yerda o'zi zikr qilmayapti deydi. Demak bu nima raddiya? Boshqa toifalarga raddiya bo'lyapti. Ma'qulmi? Boshqa din vakillariga raddiya bo'lyapti. Maryam onamiz Alloh taoloning xotini da'vo qiladiganlarga. Agar xotini bo'lganda nima naryoqda odobni berib turib, senga keyin nima qilmasdi? Ya'ni o'zi ham oshkor qilmasdi. Bu xilof bo'lib qoladi holatiga. Tushunarlimi? Ayol kishining holati satrga nima qaratilgan. Hattoki vafot topganda ham nima dafn qilayotganda endi kitoblarda kelgan shu masalalar, dafn qilayotganda mahramlari dafn qilsin va begonlarni ko'zdan yashirib turib bir mato bilan to'sib tursin deydi dafn qilayotganda. Tushunarlimi? Xo'p. Va nashrul asobi keyingi ikkinchi sunnati esa barmoqlarni ana shu ko'targanda quloq barobariga yoki ayolning yelka barobariga ko'targanda barmoqlarni ochish, yumolmaydi. Ochgina holatda bo'ladi. Va holi holatda bo'ladi. Tushundingmi? Odatda holi holatda bo'ladi. Ya'ni yumolmaydi, o'ta ochib olmaydi, holi holatda turadi, qiblaga yuzlangan holatda bo'ladi. Yuqoridagi masalada qo'shimcha ma'lumotki, qo'lni takbir bilan birga birinchi ko'taradimi? Yo bo'lmasam, qo'lni birinchi ko'tarib turib, keyin takbir aytadi. Desa, qo'lni ko'tarib turib, keyin takbir aytsin deydi. Ba'zilar nima? Takbir bilan birga ko'taradi deyapman bor. Masalan, niyat qilib, tahrimani nima niyat qilayotganda aytaman niyat qilib, Allohu akbar. Demak nima? Takbir aytganda birga ko'tarilyapti. Lekin aksar ulamolar nima degan? Qo'lni birinchi ko'tarib turib, Allohu akbar deyishdi. Ma'qul bo'lgan. Ma'qulmi? Tushunarlimi? Keyingi sunnat va muqoranatul ihromil muqtadi li ihromi imamihi. Muqtadining ihromi, ya'ni namozga kirishligi ihromi imomning ihromiga hamohang bo'lsin, yaqin bo'lsin dedilar. Ya'ni imomdagi holat bilan muqtadining o'rtasidagi munosabat nima ittibo bo'ladi, to'g'rimi? Imomga ergashish kerak. Imom Allohu akbar dedimi, muqtadi ham orqasidan nima Allohu akbar bilan kirishsin namozga deyaptilar. Tushundingizmi? Xo'p, biz yuqorida gaplashdikki, ihrom tahrimi bor, tahrimada takbirni joriy qilish bor. Tushundingizmi? Tahrima bor. Tahrima nima? Namozga kirishdan oldin unga muboh bo'lgan, undan foydalanish durust bo'lgan ishlarni o'ziga nima? Harom qilish tushunchasi. Lekin shu bilan harom bo'lib qoldi endi degani emas. O'sha vaqtda joiz emas, o'ziga joiz qilmaslik holati.
Ana shu holatda takbir tahrimani joriy qilish vojib dediga yuqorida. Bu yerda muqtadiy imomga ergashyapti va ergashayotgan paytda nima qilish kerak ekan? Muqtadiyning ihromi imomning ihromiga hamohang bo'lsin. Ya'ni imom Allohu akbar deganda risini eshitganda orqasidan nima qilsin? Muqtadiy ham qo'shilsin deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan muvarrid hadis sobit bo'lgan. Ya'ni takbiratul ula xayrun minad dunya va ma fiha deganlar. Birinchi takbir dunyo va undagi barcha narsani yaxshidir deganlar. Tushundingmi? Shuning uchun birinchi takbirga ulashishga harakat qilish kerak. Imkon qadar. Tezroq saflarni tortib, namozga kirganda bir chiroyli tarzda safda o'tirib, boshqa bo'lib, niyatni qilib, imom boshlagan paytda takbirga va takbirga ulash kerak. Bu ham sunnat. Tushunarlimi? Ma'qulmi? Ya'ni imom takbiridan nima forig' bo'lishni, muqtadiy takbirdan forig' bo'lmasin. Buni sharti ham bor edi. Imom bilan nima muqtadiyning nimasi ihromi namozga kirishligi hamohang yonma-yon bo'lsin. Lekin sharti nima? Muqtadiy takbiri imomning takbiridan oldin tugab qolmasin. Bo'lmasa nima namozga kirishgan bo'lmay qoladi. Tushundingmi? Ana keyingi 4-sunnati esa va vad'ur rajuli yadahu al-yumna 'ala al-yusra tahta surratihi. وصفة الوضع أن يجعل باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى محلقا بالخنصر والإبهام على الرسغ. Demek kishi erkak kishi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni kishi o'ng qo'lini chap qo'lining ustiga tahta surratihi kindigini ostiga qo'ymoqligidir deydilar. Bu ham sunnat. Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan o'sha sunnatlardan biri o'ng qo'lni chap qo'lni ustiga qo'yib kindigini ostiga qo'ymoqlidir deganlar rivoyatda. Tushundingmi? Bu yerda o'sha erkak kishi o'ng qo'lini chap qo'lni ustiga qo'yadi va kindigini ostiga bo'ladi. Biz Hanafiy mazhabida kindigini ostida bo'ladi. Wasifatul wad'i, endi qo'yishni ko'rinishi qanday? Qanday kayfiyatda qo'yadi desa, ayaj'ala batina kaffihi yumna. O'ng qo'lini kaftini ala zohiri kaffil yusra. Chap qo'lini nimasiga? Zohiriga qo'yadi. Ma'qulmi kaftini? Qanday holatda? Muhalliqon bil khinsir wal ibham ala rusuk. Mana bu bilakni ibhom bilan, mana ibhom nomsiz barmog'i. Mana bu sinchaloq barmoq. Ana shu bilan halqa qilgan holatda. Tushundingizmi? O'rab olgan halqa qilgan holatda qo'yadi, uchalasi ziroda shunday to'g'ri turadi. Ma'qulmi? Mana shunday holatda amalga oshiriladi. O'zi aslida qo'lni chap qo'lni ustiga qo'yish masalasida, vado masalasida 4 xil ko'rinish bor. 4 xil jihat bor. Ya'ni 4 xil ko'rinishdir. Biz 4 xil jihati bor. Ya'ni asli qo'yishni o'zi nima? Hukmi. Bir sunnat. Vaqti qachon qo'yadi? Takbirdan keyinoq. Mahalli qayerga qo'yadi? Kindigini ostiga qo'yadi. Tushunardingmi? Kayfiyat qanday hozirga aytgandaqa? Ma'qulmi? Tushunarlimi? Endi bu yerda bir narsani eslab o'tish kerakki, takbirda aytib bo'lgandan keyin qo'lni bir tushirib, keyin qo'yilmaydi. To'g'ridan to'g'ri qo'yasiz kindigini ostiga. Tushunarlimi? Takbirda aytgandan keyin to'g'ridan to'g'ri qo'lni qo'yib, kindigini ostiga tushirasiz. Bir qo'lingizni tushirib olib yonga, keyin nima qilinmaydi? Bog'lanmaydi. Ma'qulmi? Unda fatavo hindiyada 2 xil qovul kelgan. Tushirib turib aytsa ham bo'ladi, tushirmasdan aytsa ham bo'ladi, tushirmasdan aytganiga afzal degan. Shu iborani o'qiganman. Ma'qulmi? Shu iborada kelgan edi. Tushunarlimi? Va wad'ul mar'ati yadayha ala sadriha min g'ayri tahliq. Ana ayol kishi esa nima qilar ekan? Barmog'ini, ya'ni qo'lini, ikkita qo'lini sodiriga qo'yadi, tepasiga, haliginday holatda. Min g'ayri tahliq, nima qilmasdan, ana bunday bog'lamasdan tepasiga qo'yadi. Tushunarlimi? Ya'ni ko'krak sodiriga qo'yadi. Sodir mana bu taraf bo'ladi. Mana shu joyga qo'yadi. Ma'qulmi? Mana shu satrga yaxshiroq. Ma'qulmi? Ana undan keyin sunnati, 6-sunnati vassana. Sano aytmoqlik.
Tushunarlimi? Sano aytmoqlik. Ya'ni biz o'qiydigan subhanakallohumma bihamdika nimasini aytmoqligi. Tushunarlimi? Jalla sanauhu kelamida nimada? Qo'shimchasi shuni aytmaydi. Ma'qulmi? Xo'p. O'zi ayol kishini erkak kishidan ajratib turadigan ba'zi namozdagi masalalar bor. Shundan 11 tasi zikr qilingan. Shulardan bittasi shu. Ya'ni qo'l ko'tarish masalasi, qo'lni qo'yish masalasi, ruku, sajda boshqalarni inshaalloh ishora qilib ketamiz. 11 holatini keltirgan ulamolar. Xo'p. Va ta'awuz, ana undan keyingi 7-sunnat esa ta'awuz aytish, ya'ni Alloh taolodan shaytonning yomonligidan panoh so'rash. Ta'awuzda a'udhu billahi minash shaytonir rojim deb aytishligi afzal deydilar. Astaizu billah ham degan qavlan bor. Astaizu billahi minash shaytonir rojim degan qavlan bor. U ham kerak Imom Hinduvali oladilar, lekin Shayxul Ilm Halavani a'udhu billahi minash shaytonir rojim degani yaxshi degan ekanlar. Ma'qulmi? Tushunarlimi? Qavlul aksar shu. Aksar ashoblarning ham qavli shu. Xo'p. Ba'zi ulamolar, hidoyat sohiblari Qur'oni Karimda Qur'on tilovat qiladigan bo'lsa, fastaiz billah degan oyat keladi-da, fastaiz billah. Ana shunga muvofiq, lafziga muvofiq astaizu billah deb boshlasa ham bo'laveradi deganlar, lekin aksar ulamolarda ashoblarimizni, ashobi ikromlarning ko'pini qavli nima? A'udhu billahi minash shaytonir rojim bilan boshlashlik. Mana shu olingan. Va bu ta'awuz nima? Qiroat uchun bo'ladi. Tushundingizmi? Qiroat uchun. Demak, qiroat uchun deganda demak muqtadi nima qilmas ekan? A'uzuni aytmas ekan degan. Qiroatni imom qiladi-yu namozda. Shuning uchun muqtadi nima? Sanoni aytib bo'ldi, jim turadi. Sano imomga ham tegishli, muqtadiga ham tegishli va yolg'iz o'qiyotgan odamni o'zi ham o'qiydi. Ammo ta'awuzni yolg'iz o'qiyotgan odam o'qiydi, lekin muqtadi o'qiydimi? Yo'q. Masbuqchi o'qiydi. Namozni kech qo'ygan odam, rakatga kech qo'ygan odam kelib imomdan qoldirgan rakatni turib o'qimoqchi. Nima qiladi? Fotihani o'qishdan oldin avzuni keltirib turib keyin o'qiydi. Masbuq odam. Tushunarlimi? O'zi o'qiyotgan rakatlarni munfarid hukmda masbuq. Ma'qulmi? Shuning uchun keltiradi. Va tasmiyatu awwala rak'atin awwala kulli rak'atin. Va tasmiya ya'ni bismillahir rohmanir rohimni aytadi har rakatni avvalida. Fotiha o'qishdan oldin har rakatni avvalida keltiradi. Ya'ni qiroat qilayotgan odam keltiradi. Ma'qulmi? Va ba'zi qovullarda Fotihadan keyin Zamsurani o'qishdan oldin ham tasmiya bor deydi. Mana shu ahsan deganlar. Yaxshi deganlar. Roddul Muhtorda ham kelgan masala. Tushunarlimi? Ma'qulmi? Xo'p. Ana undan keyingi 9-sunnati yuqoridagi tasmiya nima? 8-sunnat bo'ldi. 9-sunnati esa va ta'min. Amin deyishlik. Ismi fe'l bu, istajib degan ma'noda. Duo. Ya'ni amin aytishlik. Bu yerda endi mutlaq keltiryapti, munfarid ham, imom ham, muqtadi ham hammasi tegishli. Ma'qulmi? Hammasi aytadi, uni sunnat bo'ladi. Tushunarlimi? Namozni tashqarisida qiroat qilgan odam ham nima? Fotihani qiroat qilsa, oxirida nima? Amin deb qo'yish ham sunnat. Tushunarlimi? Va tahmid, ana undan keyingisi tahmid aytishlik. Ya'ni tahmid degani bu kimga xos? Muqtadi bilan yolg'iz o'qiyotganga xos masala. Yolg'iz o'qiyotgan ham nima? Tasmiya bilan birga tahmidni ham aytadi. Ya'ni Robbana va lakal hamd. O'lka Robbana lakal hamdni aytishlik. Ma'qulmi? Tushunarlimi? Xo'p, munfarid esa tasmiya bilan, ya'ni sami Allohu liman hamidah bilan birga qo'shib
jamlaydi. Bu yerda tahmidni o'zi nimaga? Muqtadiyni o'ziga tegishli ekan. Ma'qulmi? Val isroru biha. Ana undan keyin yuqoridagilarda sir aytmoqlik ham sunnat. Tahmidni ham, aminni ham, tasmiyani ham, sanoni ham nima? Sir aytishlik u ham sunnat. Sir holatda bo'lishlik. Ma'qulmi? Keyingi sunnat. Val i'tidalu 'inda tahrimati min g'ayri ta'ati ar-ra'si. Tahrima paytida mo'tadil turish. Gavdani nima? Mo'tadil holatda turishligi. Bosh pastga tushmasdan nima qilib keyin ko'tara olmaydi. Janoza namozida ba'zilar ko'tarib olib keyin pastga tushadi. Ko'tarish yo'q. Boshni pastga tushirmasdan mo'tadil holatda nima? Takbirni aytadi. Qomatini, boshini mo'tadil holatda tutgan holatda aytmoqligi ham nima? Tutmoqligi ham sunnat bo'ladi. Va jahrul imam bit takbir va tasmi'. Ana undan keyingi sunnatlardan biri takbir va tasmi', ya'ni tasmi'dan murod sami'allohu liman hamidah deyishlik. Ayin bilan chiqarish kerak bolalar. Sami'allohu bas sami'allohu liman hamidah. Ma'qulmi? Ayin bilan chiqarish kerak. Bu o'zi o'qiyotgan paytingizda ham, boshqada ham nima? Hammasini tajvidga muvofiq qilish kerak, ya'ni qoidaga muvofiq qilish kerak. Harflarning mahrajlariga rioyasini qilish kerak. Tushunarlimi? Endi to'laqonli tajvidga ba'zi Qur'ondan boshqasini nima qilmasangiz ham, lekin mahrajlar, boshqalar harflar joyidan chiqishi kerak. Tushunarlimi? Ba'zi o'rinlarda nima Qur'ondan ajralib turish uchun she'rlarda, boshqalarda cho'zilmaydigan joylarda, boshqalarda ruxsat berilgan. Lekin nima harflarda ayin bo'lsa, ayinni o'zini mahrajdan chiqarish kerak. Tasbihlarda ham xuddi shunday. Subhanalloh bo'lmaydi. Subhana robbil azim. Tushundingizmi? Azim bo'lmaydi. Zotni chiqarish kerak. Izg'ini amalga oshirish kerak. Tushunarlimi? Xo'p. Demak, imom ya'ni hojat miqdorida takbirni va tasmi'ni, ya'ni sami'allohu liman hamidahni ovoz chiqarib aytishligi ham nima ekan? Sunnat bo'ladi. Va tafrijul qadamayni fil qiyam qadra 4 asobi'. Demak, ikki qadamni qiyomda turgan paytda ikkita qadamingiz orasini 4 barmoq miqdorida ochish orasini. Tushundingizmi? Eng nimasi yuqorisi yelka barobarida bo'lishligi. Bu ham nima? Sunnat. Ya'ni inson o'zini jussasiga muvofiq holatda bo'lishligi. Ma'qulmi? Chunki ba'zi masalalar kelganda Abu Hanifa rahmatullohi alaydan, ya'ni nafl tarovih masalasi, tarovihda o'qiyotganda endi ko'proq rakatda o'qiganda bir rakatda masalan bir tarafga nimasini og'irligini tashlab, bir qadamiga, ikkinchi qadamiga tashlab o'qisa bo'ladimi degan masala ko'tarilgan. Tushundingizmi? Endi shu holatda ba'zilar cho'tanaman qilib olib o'qiyotgan odamlar yelka barobardan hali nimasini tasavvur qilish mumkin. Mana bu yelka barobarida bo'lsa, unda nima? Og'irligi tashlab bir tarafga, ikkinchi tarafga tashlab o'qishning imkoniyati bor. Lekin mana bu holatda qanday imkoniyati bor ekan-da? Endi bahs bor alohida. U qayerdan kelib chiqdi, nimadan kelib chiqdi? Endi hadisni to'g'ri fahmlamagandan kelib chiqqan ular. Tushundingizmi? O'shuning uchun mana bu narsa yo'q. Chotda yurib olish, nimadan holatdan tashqari yurib olish. Endi kimdirda ehtiyoji bo'lib boshqasi bo'lsa, boshqa masala. Yarasi bor, boshqasi bor deylik. Lekin hech qanaqa holat bo'lmaydigan bo'lsa nima? Yelka barobari eng nimasi va xushuga ham nima? Munosibroq holat shu. Ma'qulmi? Qur'oni Karimda ham Xudo taolo xushu huzudan nima muhofaza qiladiganlarni nima qilgan? Maqtagan. Mu'min surasida keladi. Keyingi sunnat va antakuna suratul madmumatu lil fatihati min tiwal al mufassal fil fajr va zuhri va min awsatihi fil asr wal isha va min qisarihi fil maghrib law kana muqiman va yaqra ayat suratin sha'a law kana musafiran. Xo'p. Keyingi sunnatda Fotihaga qo'shib o'qiladigan zamsura bor, Ana shu zamsura deydi,
mufassalni tiyorlaridan bo'lsin, uzunlaridan bo'lsin degan ekanlar. Ya'ni bu yerda mufassal deyilishning sababi nimada desa, Hujurotdan pastdagi suralarni nimasi tugab, tez tugab, bir suradan ikkinchi suraga, bir suradan ikkinchi suraga o'tishlik holati nima ko'proq. Tushundingizmi? Fasl-fasllar ko'proq. Ammo u yuqoridagi mana suralarda tepadagida. Masalan, Baqarani ko'rsangiz nima? To'g'ri tezda o'tib ketmaydi. Ikki paradan ko'proq o'qishingiz kerak. Keyin nimaga o'tadi? Oli Imronga. Unda ham xuddi shunday. Lekin pastdagi suralarda juda ko'p. Bir betda o'zida 3-4 ta fasllar bor. To'g'rimi? Alam tara kayfa lila fi qurashin nima? Aroyatallazi, ya'ni ajralgan, fasl qilinganlar ko'p masalan. Bitta betda o'zi 3 ta. Narigida o 2 paradan yuqoridan keyin bo'lyapti. 2,5 paradan. Ma'qulmi? Shuning uchun mufassalligi nima? Fasl-fasllar ko'p bo'lganiga e'tibor. Ma'qulmi? Xo'p, endi o'sha mufassalning tivoli bor, avsati bor. Keyin nima? Qisori bor. Demak, zam suramiz Fotihga qo'shilayotgan zam sura. Eng afzali nima dedik? To'liq bir zam sura bo'lgani yaxshi dedik. Bir ma'noni nima to'laqonli ifoda qilib beradigan bo'ladi. Kamida ma'noni ifoda qiladigan darajada 3 oyat qisqa yoki undan ko'proq o'qisa ham mayli. Ana shu mufassalning nima tivolidan, ya'ni bomdod va peshin namozlarida. Ma'qulmi? Bomdod va peshin namozlarida mana shu surada, ya'ni tivol nimadan? Hujurotdan Burujgacha davom etadi. Hujurotdan Burujgacha bo'lgan suralarda nima? Mufassalning tivoli deyiladi. Uzunroq bo'ladi-da, keyingilari qisqaroq. Ma'qulmi? Va min awsatihi va mufassalni o'rta suralardan o'qiladi. Asr bilan nima? Xuftonda. Bu shu Burujdan to lam yakungacha bo'lgan. Ma'qulmi? Burujdan to lam yakungacha. Ya'ni demak siz nima? Isho namozini o'qiyotgan bo'lsangiz, demak ana shu oraliqdagi suralardan o'qisangiz yaxshi ekan-a? Bizning nimamiz, holatimiz qanaqa? Alam tarkifini pastga, faqat pastga, hamma namozga. To'g'rimi? Tepadagi nima sunnatlarga, mustahablarga rioya qilish kerak. Mukammal bo'ladi shunda namoz. Shuning uchun Xudo taolo nima aqimus sola deganda, namoz o'qib berar bas, namozni qoyim qilinglar. Ya'ni sunnat, mustahabiga, boshqasiga rioya qilinglar degan. Ma'qulmi? Va min qisorihi ana shu mufassal kichkinalardan bo'ladi fil mag'rib. Mag'rib ya'ni shom namozida. Ya'ni lam yakundan pasi nima ekan? Oxirigacha qisor hisoblanadi. Ma'qulmi? Tushunarlimi? Xo'p. Nima deysiz? Ya'ni mufassal deyishning sababi ham yuqorida aytdik-a. Tez nima suralar ajralganligi, ko'p bo'lganligiga e'tiboridan ba'zi bir qovulda mansuhlar oz bitta. Tushundingizmi? Mansuh bo'lgan oyatlar oz, hukmlar oz. Tushunarlimi? Bu yerda shu imom bo'lsa ham yoki munfarid bo'lsa ham shunga rioya qilgani yaxshi. Xo'p. Law kana muqiman dedilar. Ana shu mufassalning tivoli uzuni, o'rtasi, qisqalaridan nima o'qisa sunnat bo'ladi. Kim uchun? Law kana muqiman, agar muqim bo'ladigan bo'lsa inson. Ma'qulmi? Muqim bo'ladigan bo'lsa, ya'ni musofir bas. Muqim bo'ladigan bo'lsa. Ya'ni o'sha muqim bo'lganda ham nima bo'lish kerak? Qaydi bor. Ya'ni sizga ergashgan masalan imom bo'lib, muqimsiz, imom bo'lib o'tiraveryapsiz. Shu o'tib berganingizda odamlarga mashaqqat keladigan holat bo'lsa, ya'ni jamoatingizga. Unda nima? Sal yengilrog'ini o'qiysiz. O'rtarog'ini o'qiysiz. Tushunarlimi? Jamoat nima uzun bo'lib ketadi, qochib ketmasin. Jamoatning ozayishiga sabab bo'lib qolmasin. Tushunarlimi? Ana shu qayda ham bor. Muhtadillarga nima qilmaslik kerak? Shuning uchun bir joyga imom bo'lib boradigan bo'lsangiz, o'ttiga avvalgi holatni bilib olish kerak-da. Imom qanday o'qiyotdi, bomdodda qanday nima o'qiyotdi, boshqa ishlarni bilib turib, ya'ni jamoat ko'nikib qolgan bo'lsa, unga nima mashaqqatni birdaniga keltirmaslik uchun sekin tarbiya qilish kerak. Ozgina qo'shib nima qilib olasiz? Tarbiya qilib olasiz. Ma'qulmi? Qasr imom masalan faqat yarim poradan pastini o'qiyotgan bo'lsa, siz endi nima? O ammalarni, tabaraklarni, boshqalarni
Hamyonlardan masalan zam sura qilaman deydigan bo'lsangiz, haligi nima malollanib qoladi jamoat. Ko'p o'qib yuryapti. Uni sekin-sekin qo'shib tarbiya qilib olasiz. Ma'qulmi? Tushundingmi? Va yaqra ayat suratin sha'a law kana musafiran. Musofir bo'ladigan bo'lsa, xohlagan surasini o'qisa bo'laveradi. Safar chunki mashaqqatning o'rni bo'lganligi e'tiborida nima? Lekin ulamolar aytadiki, safarda ikki xil holat bor. Ya'ni hali nima joylashmagan holat payti bor. O'sha paytda xohlagan surasini o'qisa mayli. Endi bomdodda ham nima bilan asr bilan nimani inna atoyni qo'shib jamlab o'qisa ham mayli. Lekin o'rnashib xotirjam bo'lgandan keyin mana bu nimalarga rioya qilsin sunnatga deydi. Ma'qulmi? Tushundingmi? Yuqoridagi o'qiladigan holatga rioya qilsin deydi. Keyingi sunnat va itolatul ula fil fajr faqat. Birinchi rakatni masalan bomdod o'qiyotgan bo'lsangiz, birinchi rakatni uzunroq o'qimoqlik. Uzunroq surani nima? O'qimoqlik. Ma'qulmi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bugungi kungacha at-tavarrus, ya'ni holat shunday bo'lgan. Birinchi rakat ko'proq o'qilgan. Nimaga? O'sha vaqt uxlab yotadigan vaqt bo'lganligining e'tiboridan ko'pincha uzunroq o'qisa, odamlar turib, uyqudan turib, tezroq tahoratni qilib, nimaga jamoatga qo'shilishga imkoniyat bo'ladi. Ana shuning uchun uzunroq o'qishga targ'ibot qilinadi. Ma'qulmi? Bu faqat nimada? Bomdod namozida deydilar. Bu yerda o'sha Imom Muhammad qavliga ishora qilyaptilar. Ma'qulmi? Yana ikkinchi rakatni zam surasini, birinchi rakatni zam surasidan uzun qilib olmaslik kerak. Ikki oyatdan uzun bo'lib ketdimi, ya'ni 3 oyatga yetib bordimi, karohati bo'ladi deydi shunda. Ma'qulmi? Birinchi rakatda masalan 10 oyatni o'qidingizsa, ikkinchi rakatda 14 oyat o'qidingiz. Ma'qulmi? 13 oyatni o'qidingiz, makruh bo'lib qoladi deydi. Oshib ketmasin deydi. Ma'qulmi? Nafillarda munosabat kengayroq. Tushundingmi? Nimada ham bomdoddan boshqa namozlarda ham nimani birinchi rakat surasini ko'p uzun qilib olib, masalan, ammani o'qib olibsiz. Ikkinchi rakatda nima qildingiz? Faqatgina inna atoyani o'qidingiz. Kavsar surasini. Karohat bo'lib qoladi deydi. Tushundingmi? Xo'p. Inshaalloh keyingi darsga mana shu joydan boshlaymiz. Ya'ni nechinchi sunnatga kelibmiz? 18-sunnatga kelibmiz. Davom etamiz inshaalloh. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin.